30 kunlik challenjimning qoidalaridan biri to'g'ri ovqatlanish. Ko'rib turganingiz nonushta ham emas, tushlik ham emas. Nonushta va tushlik orasidagi yengil tamati perikus. To'g'risini aytaman, men birinchi marta bunaqa tost tayyorlab ko'rishim. Agarda kamchiliklari bo'lsa yoki orasiga qanaqa mahsulot qo'shilsa yana ham foydali va mazali bo'lishini yozib ketsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Lavash xamiri orasiga eritilgan pishloq, pashtet, rukla va tuzlangan qalampirni solib, tavada orqa oldini qizdirib olamiz. To'stimiz qizarib pishguncha uy bekalariga juda ham foydali bo'lgan ma'lumotni siz bilan bo'lishmoqchiman. Endi bozorlikni uyda o'tirgan holatingizda qiynalmasdan menga o'xshab tez va oson eshigingiz tagiga buyurtma berib olib keltira olasiz. Buning uchun Korzinka Go ilovasiga kirib, o'zingiz xohlagan mahsulotlarni tanlab olasiz. Birinchi 3 ta buyurtma uchun 90 ming so'm chegirma bor. Obunachilarim orasida Chirchiq shahrida yashovchilar bo'lsa, sizlar uchun Korzinka Go ilovasini yetkazib berish xizmati bepul. Bu ma'lumotni berib bugunimgacha yengil tamaddili, ya'ni perikus uchun mo'ljallangan to'stim tayyor bo'ldi. Biroz sho'r va og'izga yoqimli achchiq maza. Menga yoqdi.